Yığlamak kerak miydi bacana? Xudo xolasa. Bu videoda men bir so'rovnoma aytayım. Xudo xolasa boshqa uka yaningda duramiz deb kommentariyani to'ldirib tashlasangiz-da, men shu odamman o'zim xolisona harakat etib kelaman sho'ra o'zlari durush badalar. Keldik hozir. Oydinmisiz? Zo'rmi? İlahi aytganingiz. Ya o'zingizlar aytganingiz Bobomurod, qaram bosam yaxshi bo'ladi. Siz ko'zingiz zo'rmi? Oyda o'tiribmisiz? Gel. Yo'q, ishda o'tiraman men. Yo'q, o'zingiz o'tiring. Siz sog'ligingiz desek. Rahmet. Oyda gelmeyin nedeler? Gel işte. İştemiler. Nerede işte yuttular? Avımızda. He? Ne avımızda. Avımızda bir de işte söylene. Yone. Ha yolda abadançılıkta. He. Gelin benim abadançılıkta yurtta kelle işte. Aydın bak işleri. Tamam. Nasıl? Özünüz bende yatıpsız. Ya şimdi bu kumada. He. Boldu. Ne böyle. İşim böyle. Ben pasane. He. Ne bir o yedi böyle. Benim eline otun bana. Benim eline. Ha 7 yıl oldu. Bir şey böyle. 5 yıl oldu. Özünüzü ininizi eldinde oturupsuz. Ha, benim eline. Ha. Şimdi babamın yedi balası var yedi. 7 balası var. Atkı. Ha. Atkı sağlık. Şunu öyle. Ama de var. Aha. Hükümetler benim. Böyle. Bizlerden ne yardım? Müdahale yaptım efendiyiz. Joya? Bana değil. Baycana bir roza ayında size şetip bir kolumuzdan giyene bir nekke verdik. Tamam. Öyle içinde kalbasası, noğunu, meyvesi, hemmesi bu aymında. Hani tuxuman bu. Yoğa mekkeldik, iş kılıp kerçike piyazı bu. Hazır geldik Baycanağımız yana. Ziyaretlerin kabul boğayda oturttular. İndi Beksata şöyle sizden basız. Yani bir iki hamilerimiz var, ketteler var. Bizlere göre bir yer hakiki sahiyle var. Beycanam özümüze bir dana basam uy gerekte oturttular. Ağzı yengelerin eldinde oturttular. 5 yılda öğren şöyle. Benim niyetim bu insanlara bir joy vereli koldan gelse bir kanalı bosam misali üzerine uyları bosa yığlamak gerek miydi Baycanam? Xudo xolasa. Bu videoda men bir so'rovnoma aytayım. Xudo xolasa boshqa uka yaningda duramiz deb kommentariyani to'ldirib tashlasangiz-da, men shu odamman o'zim xolisona harakat etib kelaman sho'ra o'zlari durush badalar. Bu 02 ning arkasındalar. Sho'ra kelib hozir ko'rmakka keldim. Endi ro'za oyida baribir ko'proq yaxshi ishlar etishimiz kerak. Qana shu ro'za oyida g'ideta hozir men ko'rib o'tman dom ishlar bilan shug'ullanib o'tmiz hali. Shu podvalonda ham joylar bor ekan. 80 million so'm, 70 million so'm shu atrofini quruvchilar bilan gaplashsak ham hali beradilar nasib etsa. Sho'ra o'tirsak nechik? Bana fark yok. Farqi yo'q, ha sizga? O'zingiz joyingiz bo'lsa bo'ldi. Ahmet. Salomat bo'lasizlar. Meni ko'rib qonib o'tibdilar. Ilohim, xudo xola yo'q. Men qarang, biza yordam beramiz nasib etsa. Ne dedingiz? Men o'zi bu yerga kelishimning maqsadi Boyjonim yana Barinkaning ne gap so'z ekandek keldim men. Ro'za oyida bir yo'qlattirmasak bo'lmaydi. Endi biza ihsonimizni shunday insonlarga bermasak, endi aytinglar nere beramiz-da, misol kimlarga beramiz? Ama gridalar bettere koştu. Oho. Evet, onu alıp tasas gerek. Bunu aldırış gerek. Bana endi güvenedin. Joy algandan keyin. Güvenedin. Ağayını da ben. Ha, joy algandan keyin. Endi men bir so'rovnoma aytayım, shuning uchun o'zim o'tiribman azizlar. Qana bir like'ları ko'paytiraylik, ko'proq odamlarga tashali iltimos sizlardan. Boyjonamizni buydan ko'chirishga harakat etaylik. Sababi buyda ne yuvinish uchun sharoitlari bor, ne hojatxonasi bor. Yengelarni eldinda xijolat deb 5 yildan beri o'tiribman dedi. Lozim bir gaplarni tushunsam, birsini tushunamay qolib turmayli. Farzandlari Bobomurod shuda, ya'ni Bobomurod ham hali maktab balasi, bu ukamiz ham xudo xolasa maktab bitirsa, uylantirsam dedilar. O'zim shuda yazsam, gelini bir yatqizamanmi, uyat bo'ladi, uyat deb shuda menga tushuntirib o'tiribdilar azizlar. Qo'ldan kelsa shu videoga befarq bo'lmali. Ro'za oyida bir ko'proq amallar etaylik. Misol mablag' imkoniyatlaringiz yo'qmi?
videonu tarqatışınla bo'ldi. Boshqa narsa shart emas. Saxiy insonlarga yetib qolsa, xudo xolasa harakat etamiz. Meni ham o'zimni ag'alarim bor, ya'ni homiylik etamiz deydigan insonlar bor. Birdamlashadigan shu misoli 70-80 milliona bir uy olib berali, nima deysizlar? Va tib o'tirmasalar o'zlarini uyina ko'chirib olib qolsak, ular ham birma-bir videolarga aytib ko'rsataman qo'ldan kelganicha sizlarga.